Annyeonghaseyo, yorobun. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 4-darsga yetib keldik. Ya'ni bu sonlarni o'rganamiz. Bugungi mavzuyimiz sonlarni o'rganamiz. Son deb koreychasiga qanday aytamiz? Bu ya'ni bu sutcha. Sutcha deb atalar ekan. Koreyaliklar sonlardan foydalanayotganda ham koreys raqamlaridan ham xitoy raqamlaridan foydalanishar ekan. Bular qaysi holatda koreys raqamlari, qaysi holatda xitoy raqamlaridan foydalanishini birgalikda ko'ramiz. Birinchisi, demak, qachon koreys raqamlaridan foydalanadi koreyaliklar? Birinchisi soatni aytganda. Soatni aytganda, masalan, 1 da boraman, 2 da boraman, xuddi shunday holatda. Keyingisi yoshni aytganda. Yosh. Masalan, mening yoshim necha yoshda? 15 yoshda, 16 yoshda yoshingizni aytganingizda ushbu koreys raqamidan foydalanasiz. Keyingisi ta miqdorini aytganda. Ya'ni bu ta. Bitta, ikkita, uchta deganda biz ushbu koreys raqamidan foydalanar ekanmiz. Keyingisi xitoy raqamlari. Xitoy raqamlaridan koreyaliklar juda ham keng foydalanishadi, juda ham. Demak, bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi telefonning raqamlarini aytganda. Telefon raqamingizni aytayotganingizda aynan xitoy raqamidan foydalanar ekansiz. Keyingisi soatning daqiqasini aytganda. E'tibor bering, daqiqa deyapman. Soatda esa qaysidan? Koreys raqamidan foydalanamiz. Lekin daqiqani aytganda, ya'ni 2 dan 15 minut, ana shu 15 minut so'zini biz xitoy raqamidan foydalanar ekanmiz. Keyingisi binolarning qavatini aytganda, ya'ni birinchi etaj, ikkinchi etaj, ikkinchi qavat, xuddi shunday holatda foydalanamiz. Keyingisi transport raqamlari. Masalan, 2-chi, 3-chi, 4-chi avtobus, xuddi shunday holatda biz xitoy raqamlaridan foydalanar ekanmiz. Yana keyingisini ko'ramiz. Kilogramm hajmni aytganda, ya'ni siz bozorga bordingiz, biror bir narsa xarid qilmoqchisiz, aynan mana shu holatda xitoy raqamidan foydalanar ekansiz. Keyingisi sanani aytganda. Sanalarni aytganda ham biz xitoy sonlaridan foydalanar ekanmiz. Demak, biz davom etamiz. Koreys raqamlarini bir boshdan o'rganamiz. Koreys raqamlari, demak, 1 dan boshlaymiz. Birinchi raqamimiz bizda Hana deb aytar ekanmiz. Qaytaramiz. Hana, to'g'ri. Hana degani bu koreys raqamlarida 1 degan raqam ekan. Keyingi raqamimiz bu tul. Qaytaramiz. Tul. To'g'ri, bu ikkinchi raqam, ya'ni 2 raqami degan ekan. Keyingisi set bo'lib o'qiladi. Set. Bu 3 degan ekan. Keyingisi net. Qaytaramiz. To'g'ri, bu 4-chi raqam ekan, ya'ni Hana to set. Keyingisi 5 ga keldik. 5-chi raqamimiz tasot bo'lib o'qiladi. Tasot raqami bizda 5 raqami ekan. Qaytaramiz. Tasot. Xuddi shunday. Keyingi raqamimiz yosot. Qaytaramiz. Yosot. Xuddi shunday. Keyingi raqamimiz 7-chi raqamni aytmoqchi bo'lsak, biz buni ilgop deb aytar ekanmiz. Ilgop necha ekan? 7 raqam ekan. Xuddi shunday. Ilgop. Qaytaramiz. Ilgop. Keyingi raqamimiz bizda 8 raqami. 8 raqamini biz koreys tilida qanday aytamiz? Yodolp qanday ekan? 8. Keyingi raqamimiz 9-raqam ahob bo'lib yoziladi, lekin talaffuzda aop deb ketsak bo'ldi ekan. Chunki koreyaliklar h ga unchalik urg'u berishmaydi, shuning uchun aop deb ketar ekanmiz. Keyingi raqamimiz bizda 10 raqam bizda koreys tilida yol deb aytilar ekan. Endi e'tibor beraylik, biz 11 raqamini aytmoqchimiz. 11 raqamida biz qanday aytamiz? 10 qanday edi? Yol deb aytgan edik. O'zbek tilida ham xuddi shunday-ku, oldin 10 ni aytamiz, keyin 1 ni aytamiz, ya'ni 11. Koreys tilida ham xuddi shunday. Avval 10 ni aytamiz, ya'ni 10 necha edi? Qanday aytilardi? Yolni aytamiz. Unga 1 qaysi edi? 1 nima deb aytilar edi? Hana. Demak, 10 ga qo'shamiz 1 ni, ya'ni yo'lxana bizda 11 ekan. Xuddi mana shu tarzda davom etasiz. Yo'l-tul. Demak, 10 ni yozdik, uni yoniga qaysini yozyapman? 2 ni yozyapman. 2 ni yozganda qanday bo'ldi? Yo'l-tul.
yoltul qanday bo'ldi? 12 raqami ekan. Qaytaramiz. Xuddi shunday yoltul. Xuddi mana shu tarzda 13 bo'lsa qanday bo'ladi? Yolset. Xuddi mana shunday yozasiz. Xuddi shu tartibda ketadi. Endi biz 20 ga keldik. 20 ni koreys tilida qanday aytamiz? Ya'ni bu simul. 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 Shunchaki simul. Simul deb ketar ekanmiz. 20 qanday ekan? Simul. Xo'p, endi bunga 21 deyishimiz uchun bunda ham xuddi shunday avval 20 ni aytamiz. 20 qanday edi? Simul. 1 qanday edi? Unda biz uni 21 qilishimiz uchun 1 ni qo'shishimiz kerak. Ya'ni 1 bizda xana. Xana. Simulni oldiga xanani qo'shamiz. Shunda bu bo'ladi 21. Qanday aytiladi? Simulxana. 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 Qaytaramiz. Simulxana. Xuddi shunday davom etadi bu ham. 22 demoqchi bo'lsak, simul qanday bo'ladi? Simul birgalikda aytamiz. Tul. Simul set. Xuddi shu tarzda davom etadi. Keyingisi 30. 30 ni biz qanday aytamiz? Sorin. 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 Sorin deb aytar ekanmiz. Bu 30 ekan. 31 deyishimiz uchun ham xuddi shunday avval 30 ni aytib olamiz. Ya'ni 30 bizda sorin bo'ldi. Sorin. Endi unga biz 1 ni qo'shamiz, 1 ni aytamiz, ya'ni xanani qo'shamiz. Xuddi shunday bu ham davom etadi. Ya'ni sorin xana, sorin tul, sorin set. Xuddi shu tarzda davom etadi. Keyingisi bizda 40 raqami maxin. Qaytaramiz. Maxin. Maxin. Maxin raqami koreys tilida 40 raqami ekan. Maxin. Maxin. Maxin xana, maxin tul, xuddi shu tarzda bu ham davom etadi. Keyingisi esa bizda 50 ni aytmoqchimiz shvin. Shvin. E'tibor bering, biz birinchi darsimizda o'rgangan edik. S ni oldida difton kelyapti. Mana shu difton v diftoni kelganda biz qanday talaffuz qilar edik? Eslab olamiz. Shvin, ya'ni s sh ga aylanar edi. Shuning uchun bu yerda shvin deya talaffuz qilishimiz kerak. Shvin, shvin. Shvin degani necha ekan? 50. 50 raqami ekan. Qaytaramiz. Shvin. Shvin raqami ekan. Keyingisi bizda yesun. Yesun. Mana bu diftonni biz o'rgangan edik. Ye bo'lib talaffuz qilinar edi. Bunga sun. Yesun. 60. 60. Keyingisini ko'ramiz. 70 deyishimiz uchun qanday o'qiladi? Ilhin. 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 Lekin ilhin bo'lib yoziladi, lekin uni talaffuzda shunchaki tezroq aytamiz, ya'ni irin. 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 H-ga urg'u bermaymiz. Irin. Irin deb ketamiz. Ya'ni bu 70 degani ekan. Bunda ham xuddi shunday davom etasiz. Ya'ni 71, 72 deganda biz yuqorida ko'rib chiqdik. Xana tu setni qo'shib ketaverasiz. Ya'ni 71, 72 deyish uchun. Keyingisi yodin. 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 Yodin raqami bizda 80 ekan. Koreys tilida 80 raqami ekan. Yodin. Qaytaramiz. Yodin. 90 deyishimiz uchun axin. 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 Axin bo'lib yoziladi, yorabun. Axin bo'lib yoziladi, lekin biz h ga aytib o'tganimdek urg'u bermaymiz. Ya'ni shunchaki an, an deb kelsak bo'ladi. An, axin, axin 90 ekan. Endi keyingisi koreys tili raqamlari e'tibor beraylik 99 gacha. Undan qolganiga esa Xitoy sonlaridan foydalanishadi. Demak, biz 99 gacha o'rganamiz ekan. 99 deyishimiz uchun nima derkanmiz? Axin, ahob. Axin, ahob. O'zi mana shunday yoziladi, lekin talaffuzda biroz o'zgaradi. Axin, ahob 99 ekan. Qaytaring. Axin, ahob 99. Lekin biz buni talaffuz qilayotganda tezroq aytamiz, ya'ni axin, axin, ahob, axin, ahob, axin, ahob. Qaytarib ko'ramiz. Axin, ahob. Axin, ahob. Bu esa 99 raqamlari ekan. Bilan yorabun endi birgalikda Xitoy raqamlarini birgalikda o'rganamiz. Xitoy raqamlarini demak boshlaymiz, birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi harfimiz bizda il. Il. E'tibor bering, yana birinchi mavzuni eslatib o'taman. I ni oldida kelyapti. Mana bu undosh harf o'qilar edimi? Yo'q, o'qilmas edi. Shuning uchun shunchaki il deb o'qib ketyapman. Il. Il degan bu bizdagi bir raqam. 1. Keyingisi i. I. 2 raqami ekan i. Keyingisi sam. Sam 3 raqami, sam. Sam 3 raqami. Keyingisi 4-raqam sa, sa. 5-raqam o,
O. E'tibor bering, mana bu yerda O harfi, lekin mana bu undoshni men o'qidimmi, yorabun? Lekin o'qimadim. Biz aytib o'tgan edik, o'nlilarni oldida kelganda, tepasida kelganda ushbu undosh harf nima degandik? O'qilmaydi degandik. Bu yerda ham o'qilmayapti. Yana bir kere eslatib o'tdik. Demak, O harfi bizda 5-raqam ekan. Keyingisi yuk. 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 Yuk raqami bizda 6-raqam. 6-raqam. Keyingisi chil. Chil. 7-raqam. Chil. Qaytaramiz. Chil. Chil. Chil esa 7-raqam. Keyingisi 8-raqam pal. 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 8-raqam. Keyingisi ku. Ku. Shunchaki ku. 9. Keyingisi biz 10 deyishimiz uchun biz qanday aytaymiz? Ship. 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 E'tibor bering, yana birinchi darsni bir og'iz eslatib o'tamiz. Demak, s ni oldida i kelyapti. Biz shuning uchun qanday talaffuz qilyapmiz? Ship. Ship. 10-raqam ekan. Keyingisida biz 11 deyishimiz uchun Xitoy raqamida biz qanday aytamiz? Ya'ni ship bizda 10 bo'ldi. Demak, 10 ga qo'shamiz 1 ni. Demak, 10 ni avval yozamiz. Ship. Unga qo'shamiz. Qaysini qo'shamiz? 1 ni biz qanday aytgandik? Il. Shunda 11 bo'ladi. Shibil. 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 Keyingisi 12 deyishimiz uchun ham biz avval 10 ni yozib olamiz va undan keyin ikki raqam qaysi edi bizda? I. I raqami. Va endi buni qo'shib yozganimizda bizda 12 soni hosil bo'lar ekan. 12. Mana shu tartibda davom etasiz. Shipsam. Shipsam. Shipsam esa bizda 13 raqam ekan. Xuddi shu tarzda davom ettirib yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shipsa, shipsa, shibo deb davom ettirib qo'yasiz. 20 bizda qanday bo'lar ekan koreys tilida? I ship. I ship. Oldin 2 ni yozamiz. 2 bizda i deb aytilar edi. Mana bu yerda i, uni oldiga 10 ni qo'shishimiz kerak. 10, ya'ni ship. Shunda bo'ladi, qo'shganimizda i ship. 20 deyishimiz uchun avval 2 ni yozamiz, keyin 10 ni yozamiz. Shunda bu bo'ladi 20. 20 i ship. Qaytaramiz. I ship ne? Keyingisi bo'ladi, bizda 21 deyishimiz uchun i shibil. I shibil. I shibil. Ishibil. Xuddi shunday tarzda davom etamiz. Ishib, bunga ham demak 20 ni yozib oldik. Ishib 20 ekan. Bunga ikki raqami qaysi edi? Il. Ikki raqami bizda i. Demak, ship, ship il, shibi xuddi shu ko'rinishda, xuddi shu tarzda davom etadi. 23 demoqchi bo'lsak, ishib sam. Ishib sam. Ishib bizda 20 bo'ldi. 20 ga men endi 3 raqamini yozyapman. Mana bu yerdagi 3 raqamini yozyapman va bu bo'ldi ishibsam. Demak, bu 23. 23 degan. Bu ham xuddi shu tarzda davom etadi. Demak, 30 deyishimiz uchun avval biz 3 raqamini yozib olishimiz kerak ekan. 3 bizda qanday aytilardi? Sam. Sam. Samni yozib, uni oldiga 10 ni yozishim kerak ekan. Ya'ni ship, ship. Sam ship. Samship 30 degan ekan. Qaytaramiz. Samship. Samship. Samship il bo'lsa bu 31, samship i bo'lsa 32. Xuddi shu tarzda davom etadi. Keyingisi saship. Saship degani bu 40. Ya'ni oldin 4 ni yozaman va keyin 10 ni yozaman. Buni qo'shib yozganimda 40 demak raqami paydo bo'lar ekan. Saship. Saship. Oship 50. Oship. 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 Yukship. 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 Yukship deyishim uchun men 60 deyishim uchun qanday aytar ekanman? Yukship. Yukship. Demak, keyingisi 70. Chiliship. Chiliship. Agar yorobon birgalikda 75 demoqchi bo'lsak qanday bo'ladi? 75. Chiliship o. Chiliship o. Demak, 70 bizda bo'ldi chiliship. 7 bizda chil edi, unga shipni qo'shdik, 70 bo'ldi. Endi unga o ni qo'shadigan bo'lsak, 75 qilish uchun chiliship o. Chiliship o bo'lar ekan. Keyingisi paliship. 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 Paliship bizda 80 ekan. Paliship. 90 deyishimiz uchun kuship. Kuship.
kushib deb atalar ekan. Bu 90 degani ekan. E'tibor bering, koreys raqamida 99 gacha degan edik. Qolganlari demak Xitoy raqamlarida ketaverar ekan. Xitoy raqamlarida bizda 100 deyishimiz uchun pek, 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 pek deb o'qiladi. Bu 100 raqami ekan. Yorobun, biz birgalikda davom etamiz. Xitoy raqamlarida demak biz 10 raqamini ship deb atadik. Ship, ship. 100 ni biz boya yozib o'rgandik, ya'ni pek, pek. Endi biz minglarni aytish uchun qanday aytamiz? Minglarni aytish uchun, ya'ni chon, chon, chon deya talaffuz qilar ekanmiz va bu ming degan ma'noni berar ekan. Keyingisi, agar biz 10 minglarni aytmoqchi bo'lsak, man, 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 man desak, bu 10 ming so'ziga to'g'ri kelar ekan. Endi bu yog'ini qaraymiz. Bu yerda endi biz ushbu yodlagan demak sonlarimizdan biz endi kattaroq raqamlarni aytib ko'ramiz. Demak 105 deyish uchun biz qanday aytamiz? Demak pek bizda 100 edi, to'g'rimi? Pek 100. Endi biz 105 deyishimiz uchun pekni avval yozib olishimiz kerak. Ya'ni bu 100. Endi unga 5 ni aytish uchun 5, ya'ni 105, ya'ni bu 105 degan ma'noni berar ekan. 105, pek o, pek o. 105 demoqchi bo'lsangiz pek o deya aytishingiz mumkin. Keyingisi 120. 120 deyishimiz uchun biz yana pekni yozamiz, 100 ni yozamiz va ishipni yozar ekanmiz. Ya'ni iship bizda necha edi? 20. Iship. Iship biz buni biroz avval o'rgangan edik. Iship bu 120, ya'ni iship 20, pek 100 degani qo'shganda 120 degan ma'noni beradi. Keyingisi 2000. Aytaylik 2000. 2000. 2000 masalan nimadir xarid qilmoqchisiz, uning narxi 2000 won. Won koreyslarda summa narxi. Yo'q, summaga ular won, bizda sum bo'lsa, ularda won deb aytiladi, ya'ni 2000 won. Demak, biz uni koreychada qanday aytamiz? Ya'ni 2000 won bizda chon. Chon, e'tibor bering, bu yerda 1000 edi. Chon 1000, 1000. Endi shunga biz 1000 ga endi qaysini aytmoqchimiz? 2. 2 ni boya biroz oldin o'rgangandik. Bizda 2 edi. Endi shuni 1000 qilish uchun, 2000 qilish uchun biz ni oldiga chonni qo'ysak, bu 2000 bo'lar ekan. Keyingisida keyingi demak o'rganadiganimiz 2500. 2500 ni biz qanday aytamiz? 2500 da ham xuddi shunday 2 ni avval yozamiz. Demak 2, 2000, 2. Endi unga 1000 ni berish uchun chonni yozamiz. Mana bu yerdagi chonni yozamiz. 2000 deyishimiz uchun chon, chon. Endi 500. 500 ni yozamiz. 2500 deyish uchun o pek. O ya'ni 5, 5. Endi 100 ni berish uchun biz pekni yozamiz. Obek, obek. Chon obek, chon obek. Bu esa 2500 degan ma'noni berar ekan. Keling endi biz birgalikda endi yoshimizni aytishni birga aytib ko'ramiz. Ya'ni biz aytib o'tgandik, yoshni aytganda biz koreys raqamlardan foydalanishimizni aytib o'tdik biroz oldin. Endi mana shuni mening yoshim 15 yoshda deydigan bo'lsak, che naiga yo'l tasot sariyeyo. Che naiga yo'l tasot sariyeyo. Aynan yoshlarni aytganda biz demak koreys raqamlaridan foydalanar ekanmiz. Yo'l bizda 10 edi, tasot 5 degani, ya'ni yo'l tasot. Ya'ni yo'l tasot sariyeyo. Che naiga yo'l tasot sariyeyo. Demak bu men 15 yoshdaman degan ma'noni berar ekan. Bu yerni ko'radigan bo'lsak, biz aytib o'tgandek, Xitoy raqamlaridan foydalanamiz. Ya'ni soatlarni aytganda yoki daqiqalarni aytganda biz Xitoy raqamlaridan, soatni aytganda esa koreys raqamlaridan foydalanishimizni aytib o'tgandik. Endi biz soat necha bo'ldi deganda miyot shiyeyo, miyot shiyeyo, miyot shiyeyo deb aytar ekanmiz. Soat necha bo'ldi? Miyot shiyeyo. Soat 2 bo'ldi deganda biz buni qanday aytamiz? Soat 2 da biz koreys raqamidan foydalanishimiz kerak. Ya'ni tushiyeyo, 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 tushiyeyo. Demak, bu soat 2 degan ma'noni beradi. Keyingisida soatning
Demak, soatning daqiqalarini aytganda biz Xitoy sonlaridan foydalanishimizni biroz avval o'rgangan edik. Bu yerda soat 2 dan 5 daqiqa o'tdi. Demak, buni qanday aytamiz? Tushi, demak, tushi Xitoy koreys raqamida tushi. Demak, soatni aytyapmiz. Endi buni daqiqasini aytganda Xitoy raqamidan foydalanamiz. Obunyeyo, obunyeyo, tushi obunyeyo. Demak, soat 2 dan 5 daqiqa o'tdi deganda qanday? Tushi obunyeyo, tushi obunyeyo. Mana bu yerdagi bunday o'qiladi. Bu ya'ni daqiqa degan ma'noni beradi. Buni biz biroz avvalgi darslarda o'rgangan edik. Yeyo, yeyo bu gapning oxirida keladi, ya'ni dir degan ma'noda, ya'ni gapni oxirida man sandir deb o'rgangan edik. Demak bo'ldiki 2 dan 5 daqiqa o'tdi. Tushi obunyeyo. Biz birgalikda davom etamiz. Demak, shu yergacha charchab qolmadingizmi? Charchab qolmagan bo'lsangiz, yana birgalikda davom etamiz. Demak, hafta kunlarini ham birgalikda sizlar bilan tezlikda o'rganamiz. Yoil degani bu hafta kunlari ekan. Yoil. Biz aytamizku, dushanba, seshanba deb aytganimizda bular koreyslar hafta kunlarini avval yoil derkan. Endi bularni biz birgalikda ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi dushanba so'zimiz biz qanday aytar ekanmiz? Volyoil, 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 volyoil. Bu dushanba so'zi ekan. Keyingi so'zimiz vayoil, vayoil. Vayoil esa bu seshanba degani ekan. Seshanba, vayoil, vayoil. Keyingi so'zimiz suyoil, suyoil, suyoil. Bu chorshanba ekan. Aytib ko'ramiz. Suyoil, suyoil. Xuddi shunday keyingisini ko'ramiz. Payshanba deyishimiz uchun mokyoil, mokyoil, mokyoil. Xuddi shunday. Demak, juma so'zini aytamiz. Kimyoil, kimyoil, kimyoil. Xo'p, bu esa juma degan ekan. Shanbani aytamiz. Toyoil, toyoil, toyoil. Toyoil degani esa bizda shanba degan ma'noni berar ekan. Keyingisi esa ilyoil, 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 ilyoil. Bu esa yakshanba degan ma'noni berar ekan. Endi biz oylarni o'rganmoqchi bo'lsak, biz hozir sizlar bilan birgalikda hafta kunlarini o'rgandik, qanday aytilishi, qanday talaffuz qilinishini ko'rdik. Endi sizlar bilan oylarni o'rganamiz. Ya'ni o'zbek tilida oylarni aytganda biz yanvar, fevral deb ketamiz, lekin koreyslar esa unday demas ekanda, biz Xitoy sonlarini yodlagan edik. Ya'ni il, sam, sa, o, yuk, chil, pal. Xuddi shuni yoniga, xuddi shu raqamlarini yozib, yoniga ya'ni vol so'zini yozishar ekan. Ya'ni vol bu oy degan ma'noni berar ekan. Ya'ni o'sha 12 ta bo'ladigan bizdagi oy ma'nosini bizdagi o'sha vol so'zi berar ekan. Demak, yanvar deyishimiz uchun ilvol, ilvol. Demak, il biz biroz oldin o'rgangan edik raqamlarni. Xitoycha raqamdagi ilvol, ilvol. Demak, bu yanvar. Keyingisi iyvol, iyvol. I 2 edi, uni oldiga oy so'zini qo'shdik. Bu esa fevral degan ma'noni beradi. Ya'ni fevral bizda 2-oy. Keyingisi samvol, samvol. Bu esa 3-oy, ya'ni mart degani. Keyingisi savol, savol, aprel, ovol, ovol. Bu bizdagi 5-oy, may oyi. Keyingisi yukvol, yukvol, yukvol. Demak, yukni bilamiz, yodlaganmiz 6, uni oldiga volni qo'ysak, ya'ni 6-oy, ya'ni bu bo'ladi iyun oyi. Keyingisiga chilvol, chilvol, chilvol. Chilvol esa chil bilamiz 7, biz yodladik, biroz oldin o'rgandik. Chil, uni oldiga bunga ham xuddi shunday volni qo'shib, ya'ni bu bo'ladi iyul oyi. Keyingisi palvol, palvol. Bu avgust oyi. Palvol. Keyingisi kuvol, kuvol, kuvol. Sentyabr oyi ekan. Keyingisi biz 10-oyni yozmoqchimiz. Demak, 10-oyimiz biz oktyabr oyi, shivvol, shivvol deya talaffuz qilinadi. Keyingisi demak bo'ladi 11-oyimiz bizda shibilvol, 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 shibilvol. Keyingisi shib-ivol, shib-ivol. Shib-i bizda 12 edi, uni oldiga volni qo'shyapmiz, ya'ni bu bo'ladi 12-oy, ya'ni bu bo'ladi dekabr. Shib-ivol, shib-ivol.
Yorobun birgalikda endi davom etamiz. Biz oylarni o'rgandik, ya'ni hafta kunlarini o'rgandik, oylarni o'rgandik. Biz endi oxirgisi yilni o'rganar ekanmiz. Yil koreys tilida qanday aytilar ekan? O'qib ko'ramiz. Niyon, niyon, niyon. Niyon degani demak bizda yil degan ma'noni berar ekan. Aytaylik, bunga misol qilib 2025-yil deydigan bo'lsak, biz buni qanday aytgan bo'lar edik? 2055년, 2055년. Xuddi mana shunday talaffuz qilishimiz kerak. Ichonni biz biroz oldin o'rgandik. 2 chon bo'lsa 1000, ichon 2000, ishib degani biz biroz avval o'rgangan edik. Ishib 25 demoqchi bo'lsak, 25 demoqchi bo'lsak, ishibo. Endi 2025 demoqchi bo'lsak, 2025년. Demak 2025-yil. 2025년 qaytarib ko'ramiz. 2025년. Xuddi shunday talaffuz qilinar ekan. Keyingi misolimizni ko'ramiz. Men 2000-yilda tug'ilganman. Bu esa koreys tilida qanday aytiladi? 저는 2000년에 태어났어요. 저는 2000년에 태어났어요. Demak, cho'nin menga to'g'ri keladi. Men 2000-yil bo'lsa, niyon bizda yil. Mana bunday qizartirib qo'yganimiz bu degan ma'noni beradi, ya'ni yilda degan ma'noni beradi. Demak, buni biz keyingi darslarda, grammatikalarda sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Tug'ilganman bo'lsa, teonasoyo degan ma'noni berar ekan. Demak, azizlarim, bugun darsimiz sizlar bilan mana shu yergacha edi. Buni har birini o'rganib, yaxshilab o'rganib chiqasiz. Uyga vazifa sifatida sonlarni, har bir sonlarni yodlaysiz. Ya'ni koreyscha sonlarni, xitoycha sonlarni yaxshilab yodlab olasiz va daftaringizga yozib yodlaysiz. Keyingisi hafta kunlari, oyni, yillarni biz o'rgandik. Mana shuni ham yozib yodlaysiz. Va ushbu mana shu sonlardan foydalanib kichkinagina jumlalar tuzib ko'rasiz. Ya'ni biz biroz oldin yuqorida ko'plab misollar bilan o'rgandik-ku, masalan 25, 55 har xil misollar bilan soatlarni aytganda o'zingiz ham xuddi mana shu tartibda sonlardan foydalanib gaplar tuzib ko'rasiz. Demak, bugungi mavzuimiz shu yergacha edi. Bizni kuzatishda davom eting. Annyeong.